7 qavatli elitni g'ishtli lifli domning ikkinchi qavatdan umumiy maydon 85 metr kvadratni o'z ichiga joylagan ikki tomonlama proyektdagi dizaynerskiy uslubda ta'mirlangan, to'liq jihozlangan xonadonimizning asosiy kiraverish qismida bizni kattagina koridor kutib oladi. Zerkalli oynalarda ishlov berilgan. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari, kattalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasi, kuxnya hamda asosiy mehmonxona qismimiz. Kirishni asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, devorlarimiz italyanskiy atachendo uslubda ta'mirlangan. Derazalarimiz 2 qavatli akvaplast romlardan, turetsk radiatorlarimiz o'rnatilgan. Xonadonimizga dekor uslubida alohida ishlovlar berilgan. Oyoqdagi to'liq laminat holatda. Manzilimiz Buxoro shahar, Shahar bozorcha. Yo'l yoqasidan birinchi liniyada joylashgan. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Kattalar yotoqxonasi, maktab, bog'cha, hamma narsa dostupni joyga joylashgan. Bolalar yotoqxonasi proyektimiz esa ikki tomonlama proyektdan tashkil topgan. 7 qavatli elitni g'ishtli lifli domning 3-qavatda joylashgan, 2-qavatda joylashgan ushbu xonadonimizning kuxnya qismi gazoviy plita, o'tishga, duxkonturni kotel, moykalarimiz barcha qulayliklariga ega holatda. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan hamda hojatxona. 3 xonali 2-qavatda joylashgan ushbu xonadonimizning batafsil ma'lumoti kimga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki ushbu ko'chmas mulk agentligiga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.